Hammaga salom do'stlarimiz, sizlar yana o'sha Resetcraft. Bugungi videomizda albatta Minecraftda server o'ynaymiz. Bugungi videomizda albatta nimalar qilamiz? Serverda obunachilar ko'rasizlar, uzurasizlar. Короче, B2 o'ynaymiz Jafarbek aka. Shunday. Meni yonimga tepa qil. Meni deb bor. Mana işte bitta sirli joy ko'rsataman senga. Shaxtani ichida. Ishonasam yo'qmi, lekin men ishonmasang ishonma. Men bitta zo'r joy bilaman. Meni deb bor. Yo, tepa qildim. Tepa qilaman. Dahshat joy lekin bor yo. Bet qayer? Shaxtani ichida mana shu joylarda eshik bor edi, mana shu bedrockni orasiga kiradi. Sen keyin ko'rsataman. Ana shu chekalarda edi, top. Mana nima? Kirishni olaymi? Ha? Yo'q, ketmas. Hech kirib ketdim. Mana shu bo'lsa, mana shu yerda eshiklarda bo'lishi kerak. Mana topdim. Qolsiz? Chicha qayerda ekan? Endi ko'raylik. Endi ishlaydi bitta. Bet qayer? Qoch deganayga, qoch bilet. Video ketyapti. Menga qoch. Shuni asab bo'lasan, sen odamni psixlasan yoki o'ldirib yuborasan sen buni. Tushib ketyapti. Telefon qo'yayotganim uchun uzr, ozgincha. Obunachilar, bugungi videodan maqsad men John Lefer qilmoqchiman. 200 ta obunachidan keyin ko'p odamlar Minecraftda ko'p mashhurlikka erishyapti. Lekin biz nima bo'lyapti bizga? 100 tadan oshdi, undan keyingisiga harakat yo'q. Ha bo'lsin harakat. Sal bunday o'ynaylik. 200 tada men John Lefer qilaman. Obunachilar zo'r kontent bo'ladi. Shuning uchun tezroq podpiskani bosib tursalaring. Qayerda? Tezroq podpiskani bosib tursalaring. Men John Lefer qilardim. Mana nima o'zim berdim. Qara. Siznikimi? Meniki emas, men topdim. Ye bitta ani blok qayta joy qo'y. Ko'paytirdim metlarda joylar. Bu cho'zilasi. Bet qayer? 200 ta obunachidan keyin John Lefer qilamiz. Shunisini unutmanglar. Keyingi video 169 ta like'dan keyin chiqadi. Obunachilar shunisini esdan chiqarmanglar. Hadi quyon bashara. Shunaqa gaplar obunachilar tezroq shu yozda oxirigacha iyungacha tezroq 1000 ta bo'lishimiz kerak. Ha bu sizlar qo'llaringdan ish kelar-ku. O'zbekistonda 35 million odam bor. Shu 35 millionda yarmi 100 mingtasi 100 mingtasi obuna bo'lsa, shu tezroq biz ana bo'lamiz-da. Obunachilar qaranglar, shu tezroq 100 mingtani hammasi obuna bo'lsa,
biz tezroq 100 mingta bo'lib kumush kinobga olardik. Shuning uchun meni anavlarim ko'p, jonleferlarim ko'p, jonlefer qilaman. Sizlar tezroq 100 mingta qilsalaring. 2 mingta qo'ysalar obunachilaring. Sen obunachilaringga ishonmaymanmi? 200 mingta? 2 mingta. Sen obunachilaringga ishonmaymanmi? Yo'q, obunachilar mana Tradecraft o'zicha karilyapti. Qani, mana shu bir kunda ichida 150 ta obunachi bo'lamiz ekan. Necha haftada? Ishoning, 2 haftada. Obunachilarmi? O bir haftada qilib beradi. Obunachilarim sizni obunachilaringizdan ham yaxshi. Obunachilar Hammaga xayr. Men sizlarga yana shu Reselcraft keyingi video qanaqa bo'lishini o'zlaring kommentda qoldiringlar. Kommentlarimiz vobshem yo'qda, umuman 0. Kommentda tezroq kuchaytiraylik. Komment yo'qda. Sizlar qo'llaringdan bu ish keladi. Bir haftada уже 200 dan oshirish kerak. Obunachilarni bir haftada 200 dan oshirish kerak. Jonleferda kutinglar 200 tadan oshgandan keyin. Bir haftada tez qilinglar. Hammaga xayr. Baraka, obunachilaring buni baraka, menga tepatasha. Bular demirda opingizni tushiraman. Nechchi balansiz bor? Bristol 100. Obunachilar mana shuni sizlarni ko'ramiz. Obunachilaring ham qiziq bo'lsa kerak o'sha. Qat'iyat qo'ymayman. Kimga kerak? Faqat. Qani. Bo'ldimi? Ha, bosing. Balansini ko'ring. Menda 105 ekan. Meni tushiram. Davay, bos. Bu kim bosdi? Valetek qoching. Qoching men bosaman. Bos. Allohim, Vladimir tushdi. Moderator tushdi. Hammaga xayr, biz sizlarga yana o'sha Reselcraft va kim bo'ldi? Tradecraft. Albatta bu men yangi kanal ochganman. O'tib obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ladi. Hammaga xayr. Like va Obuna bosishni unutmanglar.